Musulmonlarning Ramazon oyida qanday roza tutishlari ko'pchilikni qiziqtiradi. Zero dinimizda roza butun oy davomida tongdan to kechgacha suv va ovqatdan butunlay tiyilishni anglatadi. Muqaddas oy yilning qaysi fasliga, yozning issiq kuni yoki sovuq qishga to'g'ri kelmasin, musulmonlar bu burchni madaniyat bilan ado etadilar. Roza tutishning hikmati ko'p. Rozaning ham ruhiy, ham jismoniy davo, yangilanish va ma'naviy boyish uchun juda ko'p foydali jihatlari bor. Birinchidan, bu haqda Qur'oni Karimning Baqara surasi 184-oyatida "Va an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun." Agar bilsangiz, roza tutish siz uchun yaxshilikdir deyilgan. Nasoiy ham Abu Ummomadan rivoyat qilishicha, u payg'ambarga: "Yo Rasululloh, menga Alloh taolo alohida ajr beradigan biror amalni tavsiya eting" deb yuzlanadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Roza tut. Albatta bunga alohida ajr bor" dedilar. Imom Tabaroniy payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning "Roza tutinglar, salomat bo'lasizlar" degan so'zlarini yetkazganlar. Zamonaviy tibbiyot roza haqida nima deydi? Ko'plab tadqiqotlar natijasida shifokorlar inson organizmi xuddi ovqatlanish, uyqu, dam olish va harakatga muhtoj bo'lgani kabi rozaga ham ehtiyoj sezadi degan xulosaga kelishdi. Roza tananing tozalanishi va yangilanishiga yordam beradi, ya'ni autofagiya deb nomlanuvchi hujayralarni tez tozalash rejimiga o'tadi. Bu jarayon hujayralarni tiklaydi, yalg'lanishni kamaytiradi va organizmning ortiqcha yog'larni quvvat olish maqsadida yoqishiga imkonini beradi. Qondagi shakar miqdorini pasaytiradi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, islomda roza kunduzi to'liq roza tutishni o'z ichiga oladi. Bu tanani yangilashning optimal usuli bo'lib, bunda tana eski qonlardan xalos bo'ladi. Iftorlik esa odamga yangi kuch beradi va tonusni tiklaydi. Shu bilan birga, oziq-ovqat va ichimliklardan tiyilish, agar shariat qoidalariga muvofiq roza tutilsa, tananing charchashiga olib kelmaydi. Roza tutishning tanaga qanday foydasi bor? Shu o'rinda qiziq ma'lumotlar keltirish mumkin. Roza tanada o'simta va shish paydo bo'lishining oldini oladi. Kasal a'zolarni davolaydi. To'qima hujayralarini tiklaydi. Ichki zaxiralarni faollashtiradi va ishga safarbar qiladi. Roza diabetning ajoyib profilaktikasi ham. Qondagi shakar miqdorini me'yoriga tushirishning eng yaxshi yo'li roza tutish ekanligi isbotlangan. Dunyoning ko'plab taniqli klinikalarida bemorning ahvoliga qarab 10 dan 20 soatgacha roza tutishga o'xshash terapevtik ochlik usuli yordamida diabetni davolashadi. Kimyoviy dori-darmonlarni qo'llamasdan bunday yondashuv ko'plab sinovlardan o'tgan va ajoyib natijalar bermoqda. Roza paytida qonda xolesterin miqdori kamayadi. Xolesterin esa miyadagi qon tomirlarining tiqilib qolishi va natijada miyada qon aylanishining yomonlashuvining asosiy sababidir. Roza tutish orqali ushbu patologiyaning paydo bo'lish ehtimoli keskin kamayadi. Ammo ro'zadorlar iftorlikda taomlanish me'yoriga rioya etishlari lozim. Ya'ni og'iz ochilganda ortiqcha ovqatlanmasliklari lozim. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam iftorlik qilganlarida avval biroz xurmo yeb yoki suv ichib olardilar-da, keyin namoz o'qishga turar edilar. Zero xurmo tarkibidagi shakar qonga tez singib, insonga zarur kaloriyalarni beradi va tanani og'irlashtirmasdan to'yish hissini baxsh etadi. Roza shuningdek insult, yurak xuruji, yurak qon tomir tizimi kasalliklarining oldini oladi. Qon bosimi va oshqozondagi kislota darajasini normallashtiradi. Roza migren, podagra va jig'ildon qaynashini davolashga ham xizmat qiladi. Iste'mol qilinadigan suyuqlik miqdori kamayishi natijasida qon oqimidagi va shunga mos ravishda terida ham suvning massa ulushi kamayadi. Bu teri kasalliklarini davolashda ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Azizlar, roza insonning jismoniy salomatligiga foydali ta'siri haqida bir nechta faktlar bor. Uning ma'naviy foydasi esa bir necha baravar yuqoriroq ham. Roza musulmonlar uchun Allohning rahmatidir. Zero bu ajoyib farzga rioya etish orqali biz nafaqat salomatligimizni tiklaymiz, ma'nan boyiymiz, balki ulkan savobga ham ega bo'lamiz. Biroq roza diniy marosim sifatida qabul qilinishi va yaxshi amalning savobiga ega bo'lishi uchun qalbda to'g'ri iymon bo'lishi, Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad uning payg'ambaridir degan so'zlarga qalbda ishonish, tilda tasdiq etish va e'tirof etish zarur. Inson qanchalik harakat qilmasin, to'g'ri e'tiqodsiz roza tutsa, ochlik va chanqoqlik hissidan boshqa hech narsaga ega bo'lmaydi. Yaqinlashayotgan Ramazonni qalbingizda iymon bilan o'tkazishga shoshiling. Axir bu o'ziga xos hikmatlarga ega bo'lgan, yilda atigi bir marta keladigan muqaddas oy.
Azizlar, videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Videoni yaqinlaringizga ham yuboring. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Shu tarzda siz haqiqiy bilimlarni tarqatishga yordam bergan bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.